Shunday insonlar borki, ularning hayoti va faoliyati butun bir millatning ma'naviy va ilmiy taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq bo'ladi va ibrat maktabi bo'lib xizmat qiladi. Ana shunday buyuk shaxslardan biri akademik, yuridik fanlari doktori, professor, davlat arbobi Xadicha Sulaymonovadir. Xadicha Sulaymonova o'zbek huquqshunoslik fanining asoschilaridan biri bo'lib, ilmiy tadqiqotlari, huquqiy muassasalari tashkil topishi, yuridik ta'limni rivojlantirish va davlat boshqaruvi faoliyati orqali O'zbekiston huquq tizimining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan davlat arbobi va olimi hisoblanadi. U O'zbekistonda huquqshunoslik ilmiy maktabining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy ishlar jinoyat huquqi, xususan O'zbekiston huquqshunoslik fanining vujudga kelishi va rivojlanishi, xotin-qizlar huquqiga bag'ishlangan masalalarni ochib bergan bo'ladi. Uning ilmiy rahbarligi ostida fan nomzodi ilmiy darajasini olish uchun 16 ta dissertatsiya ishlari tayyorlanadi va himoya qilinadi. Adliya vaziri va yuridik komissiya raisi lavozimlarida ishlagan davrida O'zbekiston Respublikasining sud tizimi, jinoyat protsessual, fuqarolik va fuqarolik protsessual xulosalari bo'yicha to'g'risidagi yangi qonun ishlab chiqish va qabul qilishda katta hissa qo'shadi. Xadicha Sulaymonova 1913-yilda Toshkent shahrida ziyoli oilada tavallud topgan. Uning bolalik yillari O'zbekistonda jamiyat hayotida katta ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar kechayotgan davrga to'g'ri kelgan. Yoshlikdan bilimga chanqoq bo'lgan Xadichaning adolat, qonun va jamiyatdagi huquqiy munosabatlarga qiziqishi uni huquqshunoslik sohasiga yetakladi. Bu davrda ayollarning oliy ta'lim olishi hali keng tarqalmagan bo'lsa-da, u o'zining intilishi va mehnat sevarligi bilan bu yo'lda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. ...1920-yillar jadidchilik davri. Ana shu yillarda sahnada porlagan jasur aktrisalardan biri Nurxon Yo'ldosheva edi. Biroq uning san'at va erkinlik yo'lidagi harakati fojiali tugadi. 1929-yilda Nurxonning nohaq o'limi butun jamiyatni larzaga soldi. Bu voqea ko'plab insonlar qalbida iz qoldirdi. Ular orasida keyinchalik mashhur huquqshunosga aylanadigan yosh qiz Xadicha Sulaymonova ham bor edi. Nurxon taqdiri yosh Xadicha qalbida adolat haqidagi bir qator savollarni uyg'otdi. Ana shu jarayon uni qonun va adolat yo'lini tanlashga, huquqshunoslik sohasiga kirib kelishiga sabab bo'ldi. 1931-yilda 9 yillik rus maktabini tamomlagan Xadicha Sulaymonova huquqshunos bo'lish orzusida Toshkentga kelib, Toshkentda ochilgan Sovet qurilishi va huquqshunoslik institutida 1 yillik tayyorlov kursini o'qiydi. Shundan so'ng 1 yillik tayyorlov kursini tugatgandan so'ng huquqshunoslik fakultetiga 2-kursiga talabalar sifatida qabul qilinib, 1935-yilda peshqadam talabalar sifatida institutni yakunlagan. Birinchi o'zbek ayoli sifatida mana shu huquqshunoslik sohasida ilmiy ishlar qilgan shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Bu yerda bir kasbni egasi sifatida va insongarchilik va insonda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan barcha qobiliyatlar Xadicha Sulaymonovada mujassam. Bundan tashqari yana shu narsani aytishimiz kerakki, har bir masalaga, huquqiy masalani uning negiziga yetib borib, o'sha masalani to'liq yechimini yoritib bera olgan.
misol uchun tilliklarda biz adabiyotlarda o'qiganmiz, o'sha misol uchun shikoyat qilib kelgan fuqarolar ham o'sha bevosita masalasi hal bo'lmasa ham, chunki qonuniy uni masalasini hal etishi imkoniyati yo'q bo'lsa ham, lekin Hadicha Sulaymonova muomala bilan unga tushuntirishi bilan u Hadicha Sulaymonova xursand bo'lib chiqib ketgan fuqaro. Bilgan o'zini aybliligini va o'sha narsani to'g'ri tushuntirib berganligi uchun ham rahmatlar aytib Hadicha Sulaymonovani oldidan xursand bo'lib chiqib ketgan. Bu degani nima? Insonparvarlik prinsipi, qonuniylik prinsipi. Bularni mujassamlashtirgan holatda insonga tushuntira bilish ham bir katta bir qobiliyat. Misol uchun o'sha shikoyatlar ko'payishi, boshqaliklar nimadan dalolat beradi? Bu o'sha to'g'ri tushuntirib bera olmaslik ham bunga asoslardan bittasi bo'ladi. Hadicha Sulaymonovada shunaqa qobiliyat bo'lganki, o'sha har bitta masalani negizigacha tushunarli qilib turib fuqaroga yetkiza oldi. Oliy ta'limni muvaffaqiyatli tamomlagandan so'ng Hadicha Sulaymonova yana ilm yo'lini davom ettirdi. U Moskvadagi yuridik institut aspiranturasida tahsil oldi. Bu uning ilmiy dunyoqarashini shakllanishida muhim ahamiyat kasb etdi. Bu yerda huquqshunoslik nazariyasi, jinoyat huquqi va sud tizimi masalalarini chuqur o'rgandi. Uning ilmiy ishlari huquqiy munosabatlar va jinoyat huquqi sohalariga bag'ishlangan bo'lib, keyinchalik huquqshunoslik ilmi rivojiga muhim hissa qo'shdi. Buni mana yana bir misollar tariqasida olishimiz mumkin. Bu yerda mana o'sha biz yuqorida aytdikki, huquqshunos ayol sifatida, o'zbek birinchi huquqshunos ayol sifatida birinchi nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan. O'sha paytida, ya'ni bu bevosita himoya jarayonida va undan keyingi masalalarda va o'sha ayniqsa ko'proq jinoyat huquqiy sohada ilmiy ishlar olib borgan, fan nomzodi ham, doktorlik nomzodlari ham bu jinoyat huquqi va jinoyat qonunchilikni rivojlantirishga qaratilgan bo'lgan va bularning negizida ham ilm sohasida ham davlat arbobi sifatida Oliy sud raisi, adliya vaziri sifatida faoliyat yuritgan. Bu yerlarda yana bir narsani ta'kidlash kerakki, misol uchun o'sha adliya vazirligi paytida bo'lgan holatlardan bittasi tarixiy manbalarda bu o'z aksini topgan. Ya'ni bevosita bir shaxs, Farg'onada bo'lgan bir shaxsga nisbatan tayinlangan jazoni u adolatli nuqtai nazardan qanaqa xatolarga yo'l qo'yganligini dalil qilib taqdimnoma kiritish vakolati bo'lgan o'sha paytlarda adliya vazirini taqdimnoma kiritgandi va o'shalarda taqdimnomada huquqiy asoslarning yechimlarini, jazo, u javobgarlik masalalari qanday bo'lish kerak deganlarni hozirgi kunda ham saqlanib qolgan, o'sha ketma-ketlikda to'liq bayon etib berilgan. Va o'sha taqdimnomani o'zidan kiritilgan asoslar aksini topib, keyinchalik oldinga chiqarilgan hukm o'zgartirilishga sabab bo'ldi. 1950-yil 30-dekabr Toshkent ilmiy tadqiqot kriminalistika laboratoriyasi tashkil etilgan va 1951-yil 1-iyun kunidan faoliyat yurita boshlagan. Dastlab laboratoriyada sud xatshunoslik, hujjatlarning sud texnik, so'ngra esa daktiloskopik, trassologik va sud ballistika ekspertlari ish faoliyatini boshlagan. 1958-yil 24-yanvar kuni akademik Hadicha Sulaymonova tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Kengashining 35-sonli qaroriga ko'ra laboratoriya negizida Markaziy Osiyoda birinchi Toshkent sud ekspertiza ilmiy tadqiqot institutiga asos solingan va institut o'zining faoliyatini 1958-yilning 1-aprel kunidan boshlagan. Moskvadagi tahsilni tugatgandan keyin Hadicha Sulaymonova Toshkentga qaytib, yuridik institutida faoliyat yurita boshladi. U jinoyat huquqi kafedrasi mudiri edi. Ilmiy salohiyati va tashkilotchilik qobiliyati tufayli u yuridik ta'lim tizimida katta obro'ga ega bo'ldi. Keyinchalik institut rektori lavozimiga tayinlandi. Bu lavozimda u yuridik ta'limni takomillashtirish, yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish ishlariga katta e'tibor qaratdi. Uning rahbarligida ko'plab yosh
huquqshunoslar tayyorladi. Eng muhimi mana huquqshunoslik sohasida ko'plab shogirdlar yaratgan va o'sha paytida huquq jarayoni O'zbekistonda hali bilasizlar unchalik rivojlanmagan, yuridik fanlar rivojlanmagan bo'lgan. Hadicha Sulaymonova shu bevosita o'sha huquq sohasiga qiziqib, o'zi huquq sohasiga ham qiziqishligi bo'lgan, u nohaqlikni ko'rib turib huquq sohasini o'zlashtirish va shu ayniqsa xotin-qizlar huquqlarini, fuqarolarning huquqlarini himoya qilish ilgisi paydo bo'lganda, xohish paydo bo'lganda va yuridik sohani tanlashgan. Mana shu yuridik sohada ko'plab shogirdlar tayyorlagan. 16 ga yaqin fan nomzodlarini chiqargan, ya'ni shogirdlariga rahbarlik qilib turib chiqargan. Bu o'sha paytida juda bir katta bir matonat, katta bir ish, uni tagida mehnat yotgan. Mana shularni aytishimiz mumkin. Undan tashqari esa mana o'sha 59-yilda qabul qilingan Jinoyat kodeksi, Jinoyat protsessual kodekslarini ham yaratilishiga rahbar Hadicha Sulaymonova. Ya'ni o'sha Hadicha Sulaymonova rahbarligi ostida bu kodekslar yangicha kodifikatsiyalangan holatda diligiga amaliyotga tatbiq etilgan, ya'ni kodekslashgan holatda. Ungacha to'liq bo'lmagan, qayerdadir kamchiliklar bo'lgan. Bu haligida esa mana shu oxirgi Jinoyat kodeksi 1959-yilda qabul qilingan Jinoyat kodeksi, Jinoyat protsessual kodeksi mukammal, o'sha yerda barcha jazo va unga tayinlanayotgan javobgarlik masalalari to'liq o'z ifodasini topgan desa bo'ladi. 1959-yil Hadicha Sulaymonova hayotida yangi bosqichni boshlab berdi. U O'zbekiston SSR Adliya vaziri lavozimiga tayinlandi. Bu vazifada u mamlakatda adliya tizimini rivojlantirish, huquqiy madaniyatni oshirish va sud tizimini takomillashtirish ishlariga katta e'tibor qaratdi. Keyinchalik u O'zbekiston SSR Oliy sudi raisi lavozimiga saylandi. Bu davrda adolatni ta'minlash, qonun ustuvorligini mustahkamlash borasida muhim islohotlar amalga oshirildi. Hadicha Sulaymonova faoliyat yuritgan davrlarda u kishini rahbarligida ko'pgina tadqiqot institutlari shakllantirildi. Misol uchun Hadicha Sulaymonova nomidagi hozirgi sud ekspertiza markazimiz o'sha paytda laboratoriya sifatida faoliyat yuritgan, keyinchalik esa Toshkent sud ekspertiza ilmiy tadqiqot institutiga aylantirilgan. 1958-yilda institutga aylantirilgan. Bunga ham Hadicha Sulaymonovaning hissasi katta. Undan tashqari esa falsafa huquq institutini ham tashkil qilish, O'zbekistonda birinchi falsafa huquq institutini tashkil qilishda ham Hadicha Sulaymonovaning hissalari katta. Ya'ni u kishining bergan fikrlari, bergan takliflari inobatga olinib turib, bu mana shu falsafa huquq instituti ham shakllantirilgan. Bundan tashqari bilasizlar 1954-yillarda Toshkent yuridik institutini direktori bo'lgan, o'sha paytda hozirgi kunda rektor deymiz, rektori bo'lib turib faoliyat yuritganda ham ko'p kadrlarni tayyorlashda ham Hadicha Sulaymonovaning hissasi katta. O'tgan asrning 30-40-yillarida o'zbek xalqining boshiga qatag'on deb atalmish mudhish bir voqea kelib tushadi hamda ushbu davrda siyosiy vaziyat biroz yumshagandan keyin aynan qatag'onga uchraganlarni oqlash ishlari jadal boshlanadi va ushbu maqsadda respublikada o'sha ishchi guruh tuziladi. Ushbu ishchi guruhga Hadicha Sulaymonova a'zoligiga doimiy maslahatchi sifatida olinadi, chunki aynan Hadicha Sulaymonova huquqshunoslik sohasida yuksak bilimlarga ega bo'lganligi uchun doimiy ravishda maslahatchi sifatida faoliyat yuritib, qatag'onga uchragan o'zbek ziyolilarini oqlashga o'z hissalarini, munosib hissasini qo'shib keladi. Hadicha Sulaymonova huquqshunoslik sohasida qator ilmiy asarlar va darsliklar muallifi hisoblanadi. Ular jinoyat huquqi, huquq nazariyasi va sud tizimi masalalariga bag'ishlangan. Bu asarlar ko'p yillar davomida yuridik ta'lim muassasalarida o'quv qo'llanma sifatida foydalanilgan. Akademik Hadicha Sulaymonova o'z tadqiqotlarida O'zbekiston jinoyat huquqini rivojlantirish, davlat qurilishi va xalq xo'jaligini boshqarishda kengashlarning rolini oshirishga katta e'tibor qaratadi.
Shuningdek, Xadija Sulaymonova 80 dan ortiq ilmiy ommabop nashrlarda ham o'zlarining turli xil huquqshunoslikka oid olimlar bilan hamkorlikdagi yuqori 3 ta jildli kitoblarni ham nashr ettiradi. Ular O'zbekiston Sovet davlati va huquq tarixi, huquq masalalari, O'zbekiston xalq xo'jaligini tartibga solish to'g'risidagi masalalar hamda masalan kommunizmning keng rivojlanish qurilishi davridagi O'zbekistonning Sovet huquqi nomli yirik asarlarni yozadilar. Akademik Sulaymonova rahbarligida jinoyat huquqi bo'yicha o'zbek tilida birinchi darslik ham tayyorlanadi. Shuningdek, Xadija Sulaymonova o'zining ya'ni tashabbuskorligi bilan xorijiy mamlakatlar bilan hamdo'stlik, madaniy aloqalarni yuqori birgalikda hamkorlik qilishadi va ushbu hamkorlikning vitse-prezidenti bo'lib ham faoliyat yuritadilar. Shuningdek, turli xil mana shunday xalqaro konferensiyalarda faol ishtiroklari bilan o'zining huquqshunoslikka oid bilimlarini namoyon etadilar. Huquqshunos olima o'z ilmiy ishlarida Turkistonda yuzaga kelgan milliy muammolarni tahlil qilib, dissertatsiyasida eski odat va shariatning, shuningdek qozilik sudyalarining ayrim normalaridan vaqtincha foydalanish mumkinligi masalasiga ham alohida to'xtalib o'tadi. 1948-1950 yillarda Xadija Sulaymonova SSR Fanlar akademiyasining yuridik institutida doktorant bo'lgan. 1950-yil dekabr oyida O'zbekistonda Sovet jinoyat huquqining paydo bo'lishi va rivojlanishi mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan. 1948-1950 yillarda Xadija Sulaymonova SSR Fanlar akademiyasining yuridik institutida doktorant bo'lgan. 1952 yil dekabr oyida O'zbekistonda Sovet jinoyat huquqining paydo bo'lishi va rivojlanishi mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qiladi va 1952 yilda professor unvonini oladi. Xadija Sulaymonova 1944-yilda prokuratura tizimida ishlayotgan Bek Sherxo'jayev bilan turmush quradi hamda turmushida davomida 1945-yilda o'g'il farzandli bo'ladi. O'g'illariga Shavkat deb ism berishadi. Shuningdek, o'zbek adabiyotining eng mashhur shoiralaridan biri Zulfiya xonim o'z xotiralarida Xadija Sulaymonova haqida ajoyib ma'lumotlar berib o'tganlar. Xususan 50-yillarga borib, ya'ni o'tgan asrning 50-yillariga borib, biz Xadija Sulaymonova bilan juda ham yaqin munosabatlarda, do'st bo'lib munosabatlarda bo'lar edik hamda ularning uylariga tashrif buyurganimda ularning qanaqa ona ekanliklari, turmush o'rtoq sifatidagi ajoyib fazilatlariga guvoh bo'lar edim deb o'z xotiralarida eslaydi. E'tirof etish kerakki, O'zbekistonda huquqshunoslik ilmini rivojlantirish va buyuk olimlar xotirasini abadiylashtirish maqsadida bir qator muassasalarga Xadija Sulaymonova nomi berilgan. Jumladan mamlakatimiz adliya tizimida faoliyat yuritayotgan Xadija Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazi ana shunday nufuzli ilmiy muassasalardan biridir. Uning tarkibida muzey tashkil qilingan bo'lib, unda Xadija Sulaymonovaga tegishli shaxsiy buyumlar saqlanadi. Men Xadija Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazining Sud ekspertlik ilmiy tadqiqot instituti yetakchi ilmiy xodimi Bo'ronova Yulduz Sadriddinovna. Avvalo markazimizga xush kelibsiz. Qisqacha sizni markaz muzeyi haqida tanishtirib o'tsam. Dastlab tarixga qaytsak, O'zbekiston SSR Vazirlar Kengashining 1950-yil 30-dekabrdagi tegishli qaroriga binoan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshida O'rta Osiyo ilmiy tadqiqot kriminalistika laboratoriyasi tashkil etiladi. Keyinchalik oradan 7 yil o'tgach, ya'ni 1958-yilda akademik o'zbek huquqshunos olimasi, o'zbek ayollari ichida birinchi yurist ayol hisoblangan Xadija Sulaymonova tashabbusi bilan ushbu laboratoriya negizida institutga asos solinadi hamda institut 1958-yil 1-apreldan o'z faoliyatini boshlaydi. Institutning birinchi direktori sifatida ushbu rasmda ko'rishimiz mumkin Umarov Vali Umarovich bo'lganlar hamda 14 yil davomida, ya'ni 1958-yildan 1972-yilgacha institutning moddiy texnik baza
bazasini shakllantirish, institut binosi qurilishi, bundan tashqari xodimlarni rag'batlantirish va shu kabi barcha tashkiliy masalalarni hal qilgan tashabbuskor rahbar hisoblanadilar. Ushbu rasmlarda barchasida biza markazimizda 1958-yildan to bugungi kungacha, ya'ni 2026-yilgacha markazga rahbarlik qilgan rahbarlarning rasmlarini ko'rishingiz mumkin. Hamda marhamat, bu yoqda esa Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazida faoliyat yuritgan faxriylar, bundan tashqari haligacha faoliyat yuritayotgan faxriylarning rasmlarini ko'rishimiz mumkin. Ushbu rasmlarda ham biza muzeyda barcha tarix suratlarini saqlashga hamda aks ettirishga harakat qilganmiz. Ushbu rasmda ko'rishimiz mumkin, aynan 1958-1972-yillarga oid rasmlar, ya'ni rasmda institut, ya'ni sud kriminalistika ilmiy tadqiqot institutining birinchi direktori Vali Umarovich aynan ilmiy kengash majlisi jarayonida olingan foto lavhalar saqlanib qolgan. Ushbu rasmlarda ham aynan faxriylarning rasmlarini ko'rishimiz mumkin. Navbatdagi rasmimizda esa hozirgi materiallar, ashyolar, kimyolar kriminalistik ekspertizasi laboratoriyasi, ya'ni 20-asrdagi esa kimyo laboratoriyasi rasmini bevosita guvohi bo'lishimiz mumkin. Marhamat, ushbu rasmlarda ham barcha tarixiy suratlar aks ettirilgan. Ushbu rasmga alohida e'tibor qaratishingizni so'ragan bo'lardim, chunki aynan ushbu rasmda 1958-yilda tashkil etilgan aynan akademik Xadicha Sulaymonova tashabbusi bilan kichik bir laboratoriya negizida tashkil etilgan institut binosida aynan xodimlarning tushgan rasmlari muhrlanib qolgan. Ushbu rasmlarda ham tarixiy suratlar aks etgan. Ushbu rasmda ko'rishingiz mumkin, aynan akademik, o'zbek huquqshunos olimasi Xadicha Sulaymonovaning shaxsan o'zlari, bundan tashqari institutning birinchi direktori Vali Umarovichning rasmlari. Shu o'rinda sizga qisqacha ma'lumot berib o'tishim lozim. Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi nomi bevosita 2003-yil hamda 1995-yillar bilan bog'liq. Chunki aynan 1995-yilda o'sha institut nomi Respublika ilmiy tadqiqot kriminalistika markaziga aylantirilgan. Bundan tashqari 2005-yilda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 370-sonli tegishli qaroriga binoan esa aynan o'sha kriminalistika markazi Respublika sud ekspertiza markazi nomiga aylantirilgan va bugungi kunga qadar aynan ushbu markazni tashkil etilishida o'z hissasini qo'shgan akademik Xadicha Sulaymonova nomi ostida markaz o'z faoliyatini olib bormoqda. Bundan tashqari bugungi kunda markazda 68 turdagi sud ekspertiza turlari, bundan tashqari 119 ta turdagi tadqiqot turlari muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda hamda sud tergov organlarining talab ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda har yili yangidan yangi ekspertiza va tadqiqot turlari yaratilmoqda. Shuningdek, davom etsak bo'ladi. Ushbu rasmda bevosita Xadicha Sulaymonovaning shaxsan o'zlarining suratlariga guvoh bo'lishimiz mumkin. Bundan tashqari bu yerda saqlanayotgan barcha narsalar 2021-yilga oid, ya'ni 2021-yilda markazning 70 yillik yubileyi keng nishonlangan hamda bu yerda turgan barcha albomlar aynan 70 yillik xotiralar bilan bog'liq. Bevosita bular bilan tanishib chiqishimiz mumkin batafsil. Ushbu ko'rib turgan javonimiz esa shaxsan Xadicha Sulaymonovani o'zlariga tegishli bo'lgan hamda oila a'zolarining ruxsati bilan aynan muzeyimiz uchun olingan. Javon ichida saqlanayotgan barcha rasmlar Xadicha Sulaymonovani o'zlariga tegishli, bemalol tanishish, ko'rib chiqishimiz mumkin hamda albomlar, rasmlarning hammasi bevosita ularning farzandlari, ya'ni o'g'illari tomonidan markaz muzeyiga taqdim etilgan. Ushbu ko'rib turgan stolimizda esa Xadicha Sulaymonovaning shaxsiga oid ularning mualliflik ostidagi kitoblari saqlangan. Ushbu mashinkaga alohida e'tibor qaratishingizni so'ragan bo'lardim. Aynan yozuv mashinkasi, ya'ni pechatная mashinka Xadicha Sulaymonovaning shaxsan o'zlari tomonidan ishlatilgan. Mashinkada ozgina buzilishlar bo'lgan, ammo biz buni tuzatmasdan o'z holida saqlab qolib, muzeyda saqlab kelmoqdamiz. Bundan tashqari ushbu kitoblarning barchasi Xadicha Sulaymonovaning mualliflik ostidagi kitoblar hisoblanadi. Ushbu qismda ko'rib turgan eksponatlarimiz, ya'ni mikroskoplar, barcha sud ekspertlik tadqiqotlari uchun ishlatilgan barcha reagentlar hammasi muzeyda saqlanmoqda, lekin hozirda bular ekspertiza tadqiqotlarini o'tkazishda ishlatilmaydi, shunchaki markaz muzeyida saqlab kelmoqdamiz. Hamda mazkur ustunda
bugungi kunga qadar markazga chet davlat hamkorlarimizdan taqdim etilgan esdalik sovg'alari, bundan tashqari chet davlatlardan berilgan esdalik kitoblarni ko'rishimiz mumkin. Alohida ahamiyat beradigan joyi ushbu ekspertiza xulosalari namunalari hisoblanadi. Ushbu ekspertiza xulosa namunalari 20-asrga oid aniq yillar bilan aytadigan bo'lsak, 1989-1990 yillarda aynan markazda faoliyat yuritgan sud ekspertlari tomonidan berilgan rasmiy ekspertiza xulosalari namunalari hisoblanadi. Shuningdek, qayd etib o'tish joiz, ushbu soha vakillari, sohaga qiziquvchi yoshlar, bundan tashqari oliy ta'lim muassasalari talabalari bemalol markazga tashrif buyurib, markaz faoliyati, bundan tashqari muzeyimiz haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lish hamda bemalol tanishishlari mumkin. Shuningdek, joriy yilda, ya'ni 2026-yilda markaz tashkil etilganligining 75 yilligini keng nishonlash arafasida turibmiz va ushbu munosabat bilan ushbu muzeyni yanada kengaytirish, uning faoliyatini yanada aholiga ochib berish maqsadida bir qancha tizimli ishlar ham amalga oshirilmoqda. Keyingi safar ham sizni markazimizda kutib qolamiz. Akademik Xadicha Sulaymonova umrining oxiriga qadar ilm, fan va jamiyat rivoji uchun xizmat qildi. U 1965-yil sentyabr oyida vafot etdi. Biroq uning ilmiy merosi va huquqshunoslik sohasidagi xizmatlari O'zbekiston tarixida muhim o'rin egallab, soha xodimlari uchun ibrat maktabi bo'lib qoldi.